Mijozlar hukumat prezidenti tomonidan 3 tajriba asosida bank rahbarlarining o'z mijozlari bilan uchrashib, ularning mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlarni hal qilish topshiriq berilgan edi. Shu bo'yicha bugun uchrashuvimizni boshlaymiz. Bugungi kunda bankimiz tomonidan fuqaro va tadbirkorlarga taklifada turgan bir qancha mahsulotlarimiz mavjud. Buni ko'pchilik xalqimiz biladi. Qolaversa, fakir yordamchi tavsiyasi bilan ajratilgan yo'l tadbirkorlik bo'yicha kreditlarni 33 milliongacha 18% ajratib turibmiz. 4 yil muddatda. Keyingi kreditimiz yana bizga birinchi qadam krediti. Avval kredit olmagan bo'lsa, tadbirkorlik endi boshlanib, yosh xodimlar bo'lsin yo tadbirkorlar bo'lsin, 17 milliongacha naqd pulda yo plastik kartasi ajratib berish orqali kilo berib turibmiz 27%dan. Keyingisi moliyaviy ommabop kreditimiz bor. Bu naqd pulda beriladigan kreditimiz. Jismoniy shaxslar o'zini barpo shaxslar uchun 3 yil muddatda 6 oy muddatida bilan xotin qizlar uchun 24%dan, erkak xodimlar, erkak tadbirkorlar uchun 23% ajratamiz. Keyingi kreditimiz bu kichik biznesni o'zgartirish qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha, ya'ni PK 312 dasturi doirasida ajratilgan kreditlarimiz. Ularni 24 oyga aylana oblig'ini to'ldirish uchun 72 oygacha ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan asosiy vosita sotib olish uchun kreditlarimiz bor. Foizi bizani hududimiz 4-toifada bo'lganligi uchun 20% ajratibmiz. Qolaversa, bundan tashqari 300 milliongacha bo'lgan tadbirkorlikni kengaytirish uchun zalog kreditlarimiz ham bor. Bu yakka tadbirkor bo'lsin, oilaviy korxona bo'lsin, entish bo'ladigan bo'lsin. Agar obort qilmagan bo'lsa ham, bizda hisob raqami bo'ladigan bo'lsa, garov asosida beribmiz 24%dan 3 yil muddatda. Agar kimda tadbirkorlikni boshlash bo'yicha va bank kredit masalalari bo'yicha savol bo'lsa, eshitaman. Taklif bo'lsa. PK 312 bo'yicha kredit ta'minoti bo'yicha PK 312 bo'yicha kredit ta'minoti qismini 100 milliongacha garovsiz ajratiladi. 100 millionni oshgan qismlar kreditli garov ta'minoti so'raladi. Hech kimda tushunmovchilik savol bo'lsa, mayli rahmat.